Assalomu alaykum, bering 95 obunachilar. Sizlarga do'stlar ko'chmas mulk ko'rsatib o'taman. Mana shu uyimiz sotiladi. Uyimizni hozir batafsil tushuntirib o'taman sizlarga. Polni hamma xonalariga kirib, undan oldin bo'lsa manzilni tushuntirib o'taman. Manzilimiz Elliqal'ga ketish yo'l, Elliqal'a Bo'stonga ketish yo'l. Radarning yonida mana shu 2 etaj joydan orientir olamiz. Bu yerda 5-6 tane 2 etaj bor. Endi mana shu Karishniy Shepherdning arkasından kaptalına kirganda mana shu birinchi emas, ikkinchi mana shu uy sotiladi. Uy общий 6 sotik hujjatlari hamma narsasi tayyor. Prямо atqa o'tib ketaveradigan. Bilsanglar 2-3 kun oldin mana shu joyning aynog'idan joy o'rin bor deb chiqardik. Joy o'rnimiz ham sotiladi. Usti bostirilgan, ya'ni bunga ayna eshik, pol pataloq qilinsa, polni yashab o'tiraveradigan uyning territoriyasi общий 6 sotik. Alda chertak ishlangan. Sizlarga uyning ishlarini batafsil ko'rsatib o'tamiz. Mana shu uydan kirish, sizlarga hozir garajni ko'rsataman. Garajdan qarab qaytamiz. Territoriyasi mana shu yerdan boshlanadi. Bu garajni orqa tarafga ham o'tib ketsa bo'ladi. Shu yerdan prямо uyimiz polni balandlarida bir qator pishgan karbich, sokol ishlangan, hamma joyda aynaning darvozasidan pishgan karbichdan qo'yilgan. Endi sizlarga uyning ishlari bilan ko'rsatib tanishtirib o'taman. Uyimizning narxini keladigan bo'lsak, video davomida aytib o'tamiz do'stlar. Ko'rib turganlaringizda usti to'rang'il bilan bostirilgan, setka tashalgan, setkaning ustida qamish. Ustida sibolgan. Kiramiz, chap qo'l tarafimizda bir xona 5 metrga 3,5 bo'lish kerak menimcha. Kiramiz, mana shunday qo'l katta. Erganaga deb chiroyli deb qo'ysa bo'ladi. Endi kim qanday xohlasa ana shunda ishlab olaveradi. Kiramiz, yana bir zalimiz. 7 metrga 4 metr bo'lish kerak bu. Kiramiz, buni xohlovchilar xohishina qarab qalasa spalni etib olish mumkin, qalasa buni ham kichkinaroq bir zal etib olish mumkin. Atak mana shu yerda yana bir zali bor. Bunga keladigan bo'lsak, bu kuxnyasi. Kuxnya. Sal qarang'iroq ekan. Banya dushi, tualeti addini ishlangan. Buning ham yarimini ochilgan. Pishgan karbich qilingan. Polni talabga javob beradigan qilib. Orqa tarafini o'tamiz. Orqa tarafida shunda territoriyasi umumiy 20 dona 6 sotik. Kami bor, kelishiladi. Общий uyga 270 million so'm aytilib turibdi, kelishiladi. Barter mashina deb oladigan bo'lsa, almashib, aynag'ini ustini oldi berdisini gaplashilaveradi. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelasizlar, mana shu ekranda ko'rinib turgan telefon nomerlariga telefon etsanglar, xohlasanglar olib kelib ko'rsatamiz, xohlasanglar o'zlaringiz kelib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar. Uy olaman deb yurgan tanishlarga videoni albatta yuborib qo'yamiz.